Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 degan romanni o'qishni boshladik. Birinchi bo'lim. Aprelning havo ochiq, ammo sovuq bir kuni edi. Soat strelkasi 13 ni ko'rsatib turardi. Winston Smith sovuq shamolda beshini ichiga tiqib olgan edi. U zafar binosining aynak ishigidan chaqqanlik bilan kirib oldi-yu, ammo usti beshidagi to'pa changlar yanala agishibla kirdi. Zal ichidan qaynatilgan kapusta va kona matrasning puruqi kelatdi. Zalning udul temiga 45lar chamasidagi qop-qora, quyuq burutliq qalmashqan bir erning 1 metrdan oshqudak cho'nglikdagi yo'g'on ranglik bosh rasmi esilgan edi. Winston palampayga qarab mangdi. Liftqa chiqqanning foydasi yo'q. U davomliq buzilib qolatdi. Uning ustiga nafrat haftasi uchun ilib berilayotgan iqtisodchilik harakatining bir qismi sifatida yaqinning yoqi kunduzi tokmu kesib etilgan edi. Winston 7-qavatda turardi. Bu yil 39 yoshda. Vena tumuri ishib, o'ng putining hushiqiga bir yara chiqib qolgan bo'lg'ashqa tez mangolmaydi. Şoňa 7-nji qavatga bir neçe qitim to'xtab aran chiqatdi. Her bir qavatda to'xtaganda liftning uduldagi tamga issiqlik rasm uningga miqdak tikilib turatdi. Bu rasm ajoyib loyihalangan. Qayerga boramang ko'zi sizdan üzülmeydi. Rasmning ostidagi G'ojakangning ko'zi senda degan cho'ng xat ko'zga alayda tashlanib turatdi. Оң tarafdagi tamga o'rnatilgan tutuq aynakka o'xshab ketadigan chasa tömür taqtaydin tömürning ishlab chiqarish miqdoriga munosabatlik son sanoqlarni o'qiyotgan bir jarangliq ovoz kelyotdi. Winston bir o'z chatni ozroq to'lg'ividi, ovoz sal pasaydi-yu, ammo tal to'kis etilib ketmadi. Ekran deb atiladigan bu uskunani faqat pasaytib qo'yg'ilila bo'ladi, biroq to'liq etib etish mumkin emas edi. U dariza yiniga keldi. Uning vijik gavdisi ko'k ranglik partiya formasi ichida texmi o'ruq, ojiz ko'rinatdi. Chashlari xunuk. Chiroyidan bo'lsa yanala umidvorlik chiqib turardi. Yuz terisi nachar sopun va galtig dastidan texmi yiriklashib ketgan edi. Mudhish qish amd oxirlashgan edi. Dariza etik bo'lsa-mu, sirtning sovuqligini bayqag'ili bo'ladi. Ko'chalarda shamol, chang, to'zang, qog'oz parchalarini uchirib yuradi. Osmon ko'p-ko'k. Quyosh parlab tursa-mu, hamma yerga esib etilgan hiliq rasmdan boshqa hamma narsa rangsizdek ko'rinadi. Qara bulutliq yuz hamma do'qmishda jimi tarafga tikilib turadi. Buningdan uyning ichidagi udul tamg'imi biri issiqlik bo'lib, ostiga G'ojakangning ko'zi senda degan xatlar bor edi. Uning qapqara ko'zlari Winstonning ko'zining ichiga tikilib turardi. Pastki ko'chada bu rasmning biri shamolda uchib yurardi. Pat-pat rasmdagi insuk degan xat ko'zga chiliqib qolardi. Yiroqda bir tik uchar xuddi ko'k chivindek o'gizlar ustida aylanib, asta yiroqlab ketdi. Tik uchardagi charlag'uvchi saqchilar kishilarning derizalarini kuzatatdi. Bu texi odatdagi ish. Eng chatig'i ideya saqchilari. Winstonning keyindagi ekrandan yanala boyaqi tömür ishlab chiqarish miqdori va 9-3 yillik planning oshirib o'rinlanganligiga oid xabarlar anglayotdi. Bu ekran birla vaqtda ham qabul qiladi, ham tarqatadi. Winstonning xeyli past ovozda pichirlashidan boshqa har qanday ovozi bu ekrandan qechib qutulolmaydi. Uningdan boshqa u ashu ekranning doirasida turdi ekan, uning qilganlari ko'rinib, so'zlaganlari anglanib turadi. Uning qaysi vaqtda kuzatilayotganligini aniq bilish zodi mumkin emas edi. Ideya saqchilarining qachon, qandaq uskunada, qancha qitim, qandaq sistemada kuzatadiganligini faqat faraz qilg'illa bo'ladiki, hargiz aniq bilgili bo'lmaydi. Hatto hamma odamni har vaqt to'liq kuzatib turadi desak xato bo'lmaydi. Qandaqli bo'lmasin, ular qachon xolisa sizning simingizga o'zining uskunisini ulaveradi. Siz har qandaq ovozim har doim tingshiladi
tüm qarang'idimi, boshqa har qandaq chaqda barliq harakatim nazoratda deydigan tuyg'uda yashashga majbur edingiz. Hatto buningga boshda asta-asta odatlangan bo'lsangiz, keyin u sizning tabiiy tuyg'ungizga aylanib ketadi. Winston ekranға keynini qilib turdi. Undaqda bir az bexatar edi. Gerçi Winston dümbüsüningmi ma'lum narsalarni oshkorlab qo'yish ehtimolligi borligini bilsimi, turaverdi. 1 kilometr yiroqlikda haqiqat ministrligining yo'g'on oq ranglik binosi meynatchiliklar orasida qad ko'tarib turadi. Winstonning xizmati shu yerda. Winston bu yerning London ekanligini saskinish ichida esiga oldi. Bu birinchi havo rayonidagi eng cho'ng shahar bo'lib, nüfusining zishlig'ida butun Okeaniya bo'yicha 3-o'rinda turadi. U London azaldan mushundaq bo'lg'iymitdi deb balaliq aslimlarini xeyli zo'riqib varaqlab baqdi. Bu yerdagi yiqilib tushay debla qolgan tomlari yog'ochda tirab qo'yilgan, derizlari karton taqtay bilan mixlangan, o'gizlari qing'ir-sing'il qanaltir bilan yepilgan. Beyg'ining tomlari o'rilib ketayla deb qolgan 19-asr uslubidagi abjaq uylar azaldan bor bo'lg'iymitdi. Gej topa tozanları buqsup turdigan bomba azgallari, yava o't besip ketken sapal taş döveleri, bomba azgallariga silinip ketken toxu katigidek käpilerçu. Əsligenning paydası bo'lmadi. U hech nimani esiga ololmadi. Arqisini farq etkili, nimaliginimi bilgili bo'lmaydigan bir kuchlik yo'ruqlikning ko'zini chaqqinila esida. Haqiqat ministerligi Minitru Yangi til gazetida shundaq atiladi. Ko'z yetgudek doiradagi har qanday imoratdan alayda farqlanib turadi. U piramida simon shaklda qavatlik silingan, oq ranglik, paqiriq beton bino bo'lib, egizligi 300 metr keladi. Winston turgan joyda turib, partiya binosining sirtiga ko'rkam qilib yozilgan 3 shuarni aniq o'qig'ili bo'ladi. Urush tinchlik demakdir. Hörlük, qulluq demektir. Nadallık, qudret demektir. Eytilishicha, haqiqat ministerligi binosining yer osti va ustida bo'lib 3000 eg'iz uy bor edi. Londonning boshqa yerlarida shakli, hajmi mushningga o'xshash binodan yana 3 bor edi. Bularning cho'ngligidan yenidagi qurilishlar nihoyat kichik ko'rinadi. Zafar binosining o'g'isidan bu 4 binoni birla vaqtda ko'rgili bo'ladi. Bular ayrım-ayrım 4 ministerlikning binosi bo'lib, hukumatning butun organlari mushu 4 ministerlikka tava edi. Haqiqat ministerligi davlatning xabar, ko'ngil ichish, maarif va madaniyat san'at xabarlariga mas'ul edi. Tinchlik ministerligi urush, mudofaa, shafqat ministerligi qonun tartibga, mo'lchilik ministerligi bo'lsa iqtisodiy ishlarga mas'ul edi. Ularning nomlari Yangi til gazetida Minitro, Minilaw, Minipakiz, Miniplinti deb atiladi. Buning ichida eng qo'rqinchligi shafqat ministerligi edi. Uning binosida birmu dariza yo'q edi. Winston uning ichiga kirish tugul, hatto 500 metr bo'lsa-mu yaqin berib baxmagan. U yerga faqat munosabatli xizmat bilanlar kirgili bo'ladi. Kirgandimi quyuq tikanlik sim to'siq, yoshurun pilimot o'rinlashtirilgan istihkom va qalin temir eshiklardan o'tishga to'g'ri keladi. Hatto uningga tutishilgan yo'ldagi to'saqdimi qaltak tutib olgan qora kiyimlik muz chiroy qorovullar chorlab yurishadi. Winston tuyuqsiz orqasiga burildi. Uning chiroyida bir xil umidvorlik ifodasi chaqnab turadi. Tomdagi ekranga qaraganda chiroyida mushundaq ifoda paydo qilish yaxshi edi. U uyining oshxonasiga kirdi. Oshxona bekla kichik edi. U bugun ministerlikdan baldur qaytib kelib, u yerdagi tushlik tamig'ini qurbon qilgan edi. Oshxonada atayarlik nashtaga ilib qo'ygan yo'g'on bir parcha qora bolkadan boshqa narsa yo'qligi uningga ayon. U ishkapdan Zafar archa harqi deydigan oq ranglik marka chaplangan bir butulka rangsiz ichimlik oldi. U jungoning guruch harqidek nihoyat sisiq, mayliq edi. Winston uningdan yarim stakan qo'ydi va jug'ida bir titrashga tayyorlanib, xuddi dori ichgandek gupta ko'tarib etdi.
Winstonның yüzü birdamda şəlpərdək qızırıb, көздىن yaş chiqib ketdi. Bu bir nima kislotadek ochiq bo'lib ishganda dastlabda xuddi orqa mingsiga soqchining rezinka kaltiki bilan qattiq birini tekkandek tuyg'u paydo qiladi. Orqadan qursug'idagi kuyishgandek beoromlik xeli yengillab, dunyo xeli ko'ngillik bilinib qoladi. U zafar sigarati degan xat besilgan mejilib ketgan qopdan bir tal sigaretni chiqardi va diqqatsizlikdan ta'tir tutib salg'ashqa ichidagi tamakisi to'kilib ketdi. U yana birini sug'ardi. Bu da undaq bo'lmadi. U hujra uyga qaytib kirib, ekranning so'l tarafiga qo'yilgan kichik ustalning oldida o'ltirdi va tatmisidan bir qalam qo'yg'uch, bir döva siyoh va texi xat yozilmagan cho'ng qalin xotirdan birini oldi. Xotirning kayni muqovisi qizil, oldi muqovisiga marmar tosh guli naqshi besilgan edi. Nimishqikin tang, hujra uydagi ekranning o'rni sal boshqacharak edi. U boshqa uylardagidek hujraning hamma yerini ko'rgili bo'ladigan uduldagi tomga o'rnatilmasdan, derazaning uduldagi tomga o'rnatilgan edi. Ekranning bir tarafida bir o'yman joy bor edi. Winston hozir dal mushu yerda o'ltiruqliq edi. Balkim dastlabda bino silinganda kitob ishkobi qo'yishga chiqarilgan yer bo'lsa kerak. Winston mushu yerda oldigaroq o'ltirsla ekranning ko'rish doirasidan chiqib ketalaydi. Albatta, ovozni yanada qabul qila oladi. Shundaqdimi u mushu yerda o'ltirsa hech bo'lmasa ko'rinmaydi. Balkim dal mushu o'yman sababidanmi u hozir tutmoqchi bo'lgan ishiga bel bog'lagan. Ammo uzunning yoqi uningga bu ishni undab turg'ini avu alohida chiroyli xotira edi. Xotirining siliq qog'ozi ozroq ko'nrab sarg'ayib qolgan bo'lib, uningga oz degandimi 40 yil bo'lganligi chiqib turadi. Winstonning farzicha xotira uningdan ko'na edi. U bu xotirani shaharning hozir qaysi rayonligini muassiyalmaydigan Namrat rayonining biridagi bir axlat do'konining derazasida ko'rgan va ko'ribla ko'ngliga o't tushgan edi. Odatda partiya a'zolari bundaq odatdagi do'konlarga borsa bo'lmaydi. Bu odatda erkin bozorda ilim-setim qilish deb ataladi. Lekin bu belgilama uncha ching tutilibmi ketmaydi. Chunki soqol tig'i, buqush degandek nurg'un ushshaq-tushshak lozimatliklarga boshqacha yo'l bilan erishgili bo'lmaydi. U ko'chaning ikki beshiga jiddiy qarayotgandan keyin do'konga g'ibda sho'ng'igan. Uni $2,5 setib olgan edi. U chaqda bu xotirani nima maqsadda setib olganligini o'zimi aniq deb berolmaydi. U xotirani bir xil jinoyat tuyg'usida somkasiga solganicha uyiga akelgan edi. Garchi uningga hech nima yozilmagan bo'lsa-mu, u yanala bexatar mulk emas edi. U hozir bir kundalik xotira boshlab qo'ymoqchi. Albatta bu qonunsiz ish emas. Albatta bu yerda qonun bo'lmaganlikdan hech qanday ish qonunsiz emas. Ammo boyqilibla qolsa tabiiyki o'lim jazosi keladi. Bo'lmagandimi emgak bilan o'zgartish lagerida 25 yil yotadigan gap. Winston qalamni qalamdonga tiqib, ustidagi yo'qindilarni sho'rab chiqaribdi. Hozir qalam allaqachon asara atiqiga aylanib qolgan. İmza qo'yishdimi uncha ishlatilib ketmaydi. U bir tal gangbi qalamga to'limu tasda o'g'irliqcha erishib olgan bo'lib, uningcha bundaq siliq mayliq qog'ozga siyoh qalamda emas, faqat mushundaq haqiqiy gangbi qalam bilan xat yozishga arziydi. Amaliyotda u qo'lda xat yozishga odatlanmagan edi. U qisqa askarlardan boshqa har qanday narsani anglab, urush mashinasida yozatdi. Albatta, uning hozir qilgan ishi uchun u mashinani ishlatish mumkin emas. U qalamni siyohga chilidi va bir necha sekund to'xtab qoldi. Bir titrak uning topinidan kirib, cho'qqisidan chiqib ketdi. U qat'iy niyatga kelgan edi. U kichik kalampay harflar bilan yozishga boshladi. 1984 yil 4-aprel. Winston kayniga yo'linib o'ltirdi. Uni to'limu eg'ir g'eriblik bosdi. Amaliyotda u navbatdagi vaqtning 1984 yili ekanligiga aniq jazm qila olmayotdi.
u yeshining bu yil 39 yosh ekanligiga 1944 yoki 1945 yili tug'ilganligiga jazm qila oladi. Şoňamy u hazır çoqum 1984 yillary atrapy dep oýlaýdy. Amma bu kunlarda yilni bekitkende birer 2 yil ilgiri keyin bolýşy muqarrar idi. U tuyuqsuz oýlap qaldy. Bu kündəlik xatirni u kim üçün yazar? Kelgüsü üçün, tug'ilmaganlar üçün. Uning oy xiyoli bu iniqsiz chesla haqida qisqala cho'gilgandan keyin yangi tildagi ibora qo'sh tafakkur ustida to'xtab qoldi. U qilayotgan ishining qanchalik mushkul ekanligini tunji qitim his qildi. U kelgusi bilan qandoqmi aloqa qila olsin? Bu aslida mumkin emas ish-ku. Kelgusi balkim hozirga o'xshashi mumkin. Undaq bo'lganda uning yozganlariga hech kim nazarini silibmi qo'ymaydi. Balkim hozirqiga o'xshamasligi mumkin. U holdimi o'xshashlar uning kelgusi haqidagi bishoratlarining texmi qimmati bo'lmaydi. U xeyli uzungacha qog'ozga qarab o'tirdi. Ekrandagi ovoz quloq mingini yeydigan jiddiy ritmli harbiycha muzikaga almashdi. Qiziq. Uningda o'zini ifodalagudek kuch qolmaganda qiladi. Hatto u demakchi bo'lganini unutib ketganda qiladi. U bir necha hafta mobaynida mushu daqiqa uchun tayyorlik qilib kelgan edi. U bu ishga faqat jur'atdan boshqa narsa lozim emas deb o'ylagan edi. Qog'ozga tushirish qarmoqqa qiyin emas edi. Faqat kallasidagi yillar mobaynida davomli bo'lib turadigan monologlarni yozsa bo'ladi. Ammo shu topda u monologlarmi qurib ketgandek edi. Uning ustiga uning hushuqidagi yorisi chidog'siz qichishishga boshladi. Ammo qashlay Unda qilsa u yara texmi shalvarab ketadi. Vaqt o'tmoqda. Uning kallasi qup-quruq. U hozirning o'zida oldidagi oq qog'oz, qichishayotgan yorisi, avu boshni yoradigan muzika va haroqning oz-to'la xo'sh kayfiyligidan boshqa hech narsani anqirolmayotdi. U tuyuqsiz alman-talman yezishga kirishib ketdi. Nimalarni yezayotganligini o'zimi aniq bilmaydi. Uning tulumu ushshaq bolalarcha pochurkisi qog'ozga irmash-chirmash tushishga boshladi. Dastlabida cho'ng harflarni yezishni unutib qoldi. Keyin tinish belgilari bilan kori bo'lmadi. 1984-yili 4-aprel oldingi oqshimi. U kinoxonaga borgan edi. Hammasi urush kinolari edi. Kinoda O'rta dengizning ma'lum bir yerida butunlay asirlar bilan to'shqan bir paraxodning bombardimon qilinganligi tasvirlanadi. Tomoshabinlar to'limi yo'g'on, semiz bir odamning suv uzgunicha o'zini qo'g'layotgan bir tik uchardan qechayotganligidan huzurlanishib ketdi. U kelangsiz dengiz cho'chqisidek hasirab hömidab qochadi. Orqadan u qurolning do'rbunidan ko'rindi va butun badani o'tma tushuk bo'lib ketdi. Yenidagi sularni qip-qizil bo'yivatdi-da, hash-pash degucha suvga g'arq bo'lib ketdi. Uning badindagi tushuklardan kirayotgan sularmi aniq ko'rindi. Tomoshabinlar u cho'kib ketayotganda qiqa silib kulishib ketdi. Uningdan keyin lip-muliq bala bilan to'shqan bir qutqizish qo'lviqi ko'rindi. Uning ustida bir tikuchar aylanib yuradi. Balalarning orasida 3 yoshlar chambasidagi o'g'ilni quchoqlab olganicha o'ttira yoshlardagi bir Yahudi ayol tizinib o'tiradi. Bala qo'rqindan chiyqaraydi va ayolning ko'ksining orasiga kirib ketadigandek beshini niqtab tiqinicha uningga ching chaplashib olgan edi. Ayol o'zimi qo'rqib, tatirib ketgan bo'lsa-mu, balaga tasalli beryotdi va xuddi beliki o'qni to'sib qala oladigandak balani mahkam quchoqlab olgan edi. Tik uchardan qo'lvoqqa 30 kilogramm eg'irlikdagi partlatqich tashlandi. Gum qilgan ovoz bilan tang qo'lvoq pora bo'lib ketdi. Ondan bir balaning uzilgan bilikining havoga ko'tarilgan ko'rinishi chiqdi. Tik ucharning uchiga o'rnatilgan kamera cho'qim bu ko'rinishni elib olgan bo'lishi mumkin. Partiya a'zolari o'ltiradigan oldingi ratdan olqish sadolari yangrab ketdi. Ammo tuyuqsiz proletarlar o'ltiradigan tarafdan bir ayolning "Buni kichik bolalarga qo'yib bermaslik kerak. Bunda qilish durust emas" deb cho'qan ko'targani anglandi.
Həş-pəş degucha saqchilar uni elib chiqib ketdi. Hech kimning bu ish bilan kori bo'lmadi. Meningcha, uningga hech nima bo'lmaydi. Mana bu tipik pirotarlarcha inkos. Ular azaldan hech qandaq ishqa. Winston yezishdan to'xtadi. Bo'ynining og'rib ketganini bir sabab edi. U zodi qandaq narsaning o'zini bu axlatlarni yezishga undiganini bilmaydi. Ammo qiziq tuyulg'ini u bularni yezayotganda tamoman o'xshamaydigan boshqa aslimilar uning qallasida zohir bo'lishga boshladi. Hatto u mushlarni yozay deb o'yladi. O'zining uyga qaytib xotira yezishni qaror qilishiga haqiqiy sabab bo'lgan heliqi ish endi tuyuqsiz uning esiga tushdi. Ashundaq tushuniksiz ishni tilga olgudek ish degili bo'larmi? Bu bugun atdigan ministerlikda yuz bergan ish edi. Soat 11 ga yaqinlashgan chaq. Winston ishlaydigan arxiv boshqarmasi. Hammaylan 2 minutlik nafrat faoliyati uchun kichik ishxonalardan o'rindiq elib chiqib, zaldagi cho'ng ekranning oldiga tiziyotdi. Winston o'ttira ratning birida o'ltiray deb turishiga zalga ikkalan kirib keldi. Winston garchi ular bilan biror eg'iz paranglashib boqmagan bo'lsa-mu, ularni qarab tunidi. Ularning biri doim mushi koridorda mingib yuradigan qiz edi. Winston uning ismini bilmaydi, ammo uning roman boshqarmasida ishlaydiganligini biladi. U bu qizni koridorda bir necha qitim qo'llari moy, kulush ko'tarib olgan holatda ko'rgachga, uni roman yozadigan mashinaning biror mexaniklik xizmatini qiladigan o'xshaydi deb o'ylaydi. U qarmoqqa qo'pol, chochlari qora, yuzi sapkun, harakati chapdas, 27 yoshlar atrofidagi qiz edi. Uning xizmat formasining sirtidan o'ralgan qizil balvoq shahvoniylikqa qarshi yoshlar uyushmasining belgisi. Xeli ching bo'lg'ashqa kassasi ko'tarilib turadi. Ko'rgan dastlabki daqiqadan boshlab bu qiz Winstonga yoqmagan edi. Buning sababi bor albatta. Bu qiz nagil borsa odamga kaltak to'p maydoni, so'g'uq muncha, dala yurishlarini eslatadi va hech nimaga parvo qilmaydigan bir xil so'g'uq muhit, kayfiyat paydo qiladi. Winston asosan barliq ayollarni, bo'libmi yosh va chiroyli ayollarni yoqtirmaydi. Ayollar bo'libmi yosh ayollar partiyaning eng sodiq agash kuchlari, shuarderiga shaksiz ishonguchlari va ishdan sirtqi fidoi ko'z quloqlari edi. Ammo bu qiz Winstonga hammadan xatarlik, qo'rqinchli tuyuladi. Bir qatim ular koridorda uchrashib qolgan va bu qiz uningga qaragan edi. Shu qarash Winstonning yuragiga qattiq sanjilgan, butun vujudini ajoyib bir xil qo'rqinch cho'lg'ib olgan. Hatto Winstonning kallasiga u ideya soqchisi bo'lishi mumkin degan xiyolmi kelgan edi. Biroq amaliyotda bundaq bo'lishi ehtimolligi tuvan edi. Ishqilib, uningga yaqinroq yerda tursila, Winstonni bir xil beoromlik, vahima va o'chmanlik tuyg'usi cho'lg'ib oladi. Yana bir aylan O'Brien ismli er kishi edi. U ichki partiya a'zosi va hatto Winstonmi o'zi aniq bilib ketmaydigan nihoyatda muhim xizmatlarga mas'ul odam edi. Qora forma kiyib olgan bu ichki partiya a'zosi yiqilishib kelivdi, o'rindiq atrofidagi ishlar o'pur-to'pur bo'lishib ketdi. U nihoyatda baslik, yuzi qo'pol, surlik, shundaqdimi yana yumoristik ko'rinadigan kishi edi. Gerçi əbdi sürlük görünsümü, yürüş turişi jalibkar görünətdi. Onun burnu üstüdeki közəynikini pat-pat yuqurğa ittirib qoyduğan adeti, nemişqikin adamga ehtiyat qılmısımı buluduğandək bir xil xotirjamlik tuyg'usi ata qılatdi. Onun bu hərəkəti, əgər başqalarımı şundaq oylasa, adamga 18 əsrdəki aqsoňaklarning yenidikilərə g'angzisini sunğunini əsiltətdi. 10 yil ichida Winston O'Brienni faqat bir necha qitimla ko'rgan edi. Winston O'Brienning o'zini qattiq jalb qildiganligini cho'nqur his qiladi. Bu hargizmi O'Brienning sipoya yurish turishi bilan boks chempionlarnikidek bastining ro'shan silishtirmasi tufaylidan emas, balki u bir yoshirin ishonchdan yoki Winstonning O'Brienning siyosiy sadoqatining u darajada qat'iy emasligiga bo'lgan umiddan kelgan desak
bekrak muvafiq bo'lishi mumkin. O'Brayenning chiroyidagi ba'zi alomatlarmi shuni ko'rsatib turadi. Balkim uning chiroyidagi uning sadoqatsizligining emas, balki farosatning alomati bo'lishi mumkin. Qandaqlı bo'lmasin, agar ekranning ko'zini bo'yab, uning bilan yolg'iz qolgudek fursatga erishgili bo'lib qolsa, u odam sirlarini to'katgisi keladigan kishi edi. Winston bu farizni isbotlashga kichkina bo'lsa-mu urinib boqmagan edi. Amaliyotda undaq qilish mumkinmi emas edi. Bu chaqda O'Brien qo'lidagi soatga qaradi va 11 ga yaqinlashganligini ko'rdi. Va bu 2 minutlik nafrat faoliyatida mushu arxiv boshqarmasida bo'lishni qaror qildi va Winstondan 2 o'rinliq yiroqlikdagi o'rinda o'ltirdi. Ularning orasida Winstonga qo'shna ishxonada ishlaydigan qum seriq chachliq vijik ayol bor edi. Qora chachliq yiliqi qiz dal Winstonning kaynidala edi. Ekrandagi odamni sur bostirdigan, maysirab ketgan g'oyat zo'r mashinaning ovozidek bir nutuq anglandi. Bu odamning tishini jaqildatib, chochlarini tik turg'izib yetadigan ovoz edi. Nafrat faoliyati boshlandi. Har doimqidek xalq dushmani Goldsteinning chiroyi ekranda ko'rindi. Pastdagi yig'in ahli orasida uyan-buyandan isqirtishlar boshlandi. Qum seriq chachliq vijik ayolning chiroyi qo'rqqan va seskanganlikdan purishib ketdi. Goldstein uzun zamonlar ilgari qanchalik uzoqligini hech kim bilmaydi. Aslida partiyaning Xo'jakon bilan teng darajalik rahbarlarining biri ekan. Keyin aynib xoin bo'lib ketgan va partiyaga qarshi ish-harakatlar bilan shug'ullangan ekan. Tutulib o'limga hukm qilingan bo'lsa-mu, qandoq bo'lgankin tang qechib ketgan va shundan e'tiboran g'oyib bo'lgan ekan. 2 minutlik nafrat faoliyati har kuni farqliq elib berilsa-mu, har qitimda Goldstein yanada asosliq nafrat nishoni edi. U partiyaning soplig'ini eng boshda bulg'agan eng cho'ng xoin edi. Partiyaga qarshi barliq suiqasd, oynish, dushmanlik, bozg'unchiliklar, boshqa zaharlik ideyalar Goldsteinning ta'limotlarini manba qiladi. U ma'lum yerda chet eldagi dushman kuchlarning yordamida o'zining partiyaga qarshi suiqasdlarini planlayotdi. Balkim dengizning u tarafida bo'lishi mumkin. Hatto ba'zi so'z cho'chaklarda u okeaniyaning ma'lum joyida yoshinib olgan bo'lishi mumkin degandek gaplarmi bor edi. Shunday qilib, bugungi roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.